Bugun men sizga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani sotda, lekin batafsil tushuntirib beraman. 11 noyabrdan keyin pensiya oladigan odamlar hayotida avvalgidek beparvo yurib bo'lmaydigan tartiblar kuchaymoqda. Hujjat, bank kartasi, ishonchnoma, yashash manzili, tiriklikni tasdiqlash, ortiqcha to'langan pulni qaytarish kabi masalalar endi ko'proq tekshiriladi. Bu gap har bir pensionerga, har bir pensionerning farzandiga, nevarasiga va qarindoshiga tegishli. Men sizni qo'rqitish uchun emas, tayyor bo'lishingiz uchun gapiryapman. Chunki ko'pchilik pensiyam o'zi tushaveradi. Kartam ishlayapti-ku. Hujjatim eski bo'lsa ham hech narsa bo'lmaydi deb yuradi. Lekin bir kun kelib karta bloqlanadi. Pensiya vaqtida tushmaydi. Bankda yoki pensiya jamg'armasida avval mana bu hujjatni to'g'rilang deyishadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p pensioner eshitsa, shuncha ko'p odam muammoga tushmaydi. Avvallari ko'p hollarda pensiya tizimi ancha oddiy ko'rinardi. Odam pensiya yoshiga yetadi, hujjatlarni topshiradi, pensiya tayinlanadi. Keyin har oy pochtadan yoki bank kartasidan pulni olib yuraveradi. Albatta, tekshiruvlar oldin ham bo'lgan, lekin ko'pchilikning kundalik hayotida bu tekshiruvlar sezilmasdi. Ayniqsa nafaqadagi odam qishloqda yashasa, bankka kam borsa, kartani farzandi ishlatsa, ishonchnoma bilan pensiyani boshqa odam olsa, yillar davomida hech kim hujjatlaringizni yangilang, manzilingizni tasdiqlang, tizimdagi ma'lumot mos kelmayapti deb bezovta qilmagandek tuyulardi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, pensiya masalasida ma'lumotlar elektron tizimlar orqali ko'proq solishtirilmoqda. Bankdagi ma'lumot bir tarafda, pasport yoki ID karta ma'lumotlari boshqa tarafda, yashash manzili, FHDYO ma'lumotlari, nogironlik, ish staji, boshqa daromadlar, vafot etganlik haqidagi yozuvlar, chet elga chiqish holati kabi ma'lumotlar ham alohida tizimlarda turadi. Shu ma'lumotlar bir-biriga mos kelmasa, muammo chiqishi mumkin. Eng ko'p qo'rqilgan narsa nima? Odamlar pensiyani kesib tashlashadimi? Hammaning puli kamayadimi? 11 noyabrdan pensionerlar pulni ololmay qoladimi? deb xavotirga tushyapti. Men aniq aytaman. Oddiy, qonuniy pensiya oladigan, hujjatlari joyida bo'lgan, bank kartasi o'z nomida bo'lgan, tiriklik va manzil bo'yicha muammo bo'lmagan pensionerlar vahimaga tushmasligi kerak. Lekin hujjatida xato bor. Eski pasport bilan yuribdi. Pensiyani boshqa odam olib yuribdi. Kartani begona odam ishlatyapti. Ishonchnoma muddati tugagan. Pensioner chet elda uzoq muddat yurgan yoki pensiya ortiqcha tayinlangan bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar bo'lsa, albatta ehtiyot bo'lish kerak. Bu yerda gap pensiyani hammadan olib qo'yish haqida emas. Gap tartibning kuchayishi, tekshiruvning ko'payishi, noto'g'ri to'lovlarni aniqlash va pul kimga tegishli bo'lsa, o'sha odamning o'zi olishini ta'minlash haqida ketmoqda. Bir tomondan bu yaxshi, firibgarlar o'lgan odam nomidan pul oladiganlar, kartani egasidan yashirib ishlatadiganlar kamayadi. Ikkinchi tomondan halol pensioner ham hujjatini vaqtida to'g'rilamasa, ortiqcha yugur-yugurga tushib qolishi mumkin. Birinchi navbatda bank kartasi bilan bog'liq masalani tushuntiraman. Bugun ko'p pensionerlar pensiyasini plastik karta orqali oladi. Ba'zilari kartani o'zi ishlatadi, ba'zilar esa men bozorga bormayman, bankomatdan pul yechishni bilmayman deb kartasini o'g'liga, qiziga yoki qo'shnisiga berib qo'yadi. Mana shu juda nozik masala. Karta pensionerning nomida bo'lsa, undan foydalanish huquqi ham aslida pensionerning o'ziga tegishli. Agar farzand yordam bermoqchi bo'lsa, bu boshqa gap, lekin karta egasining roziligisiz pul yechilsa, bu jiddiy muammo. Misol keltiraman. 72 yoshli ota har oy 1.800.000 so'm pensiya oladi. Kartasini o'g'liga bergan, o'g'il har oy dori darmon olib beraman deb 1.800.000 so'mning 1.000 so'mini yechadi, 800.000 so'mini otaga beradi. Ota uzoq vaqt indamaydi. Chunki farzandim-ku deb o'ylaydi. Keyin boshqa farzandlar bilib qoladi va banknotdan ko'chirma olinadi. Ko'chirmada pul qachon, qayerdan qancha yechilgani ko'rinadi. Bunday vaziyatda endi bu oilaviy masala deb qarab bo'lmaydi. Agar pensioner rozilik bermagan bo'lsa, mojaro jiddiylashadi. Shuning uchun men har bir pensionerga aytaman. Kartangizni hech kimga butunlay topshirib qo'ymang. Agar yordam kerak bo'lsa, birga boring. SMS xabarlarni yo'qing. Pul tushganini va yechilganini nazorat qiling. Ikkinchi masala hujjat muddati va shaxsni tasdiqlash. Ayrim pensionerlar eski pasport, yaroqlilik muddati o'tgan hujjat
familiya yoki ism yozuvida xatolik bilan yurishi mumkin. Oldin bu xato ko'zga tashlanmasligi mumkin edi. Endi elektron tizimda bitta harf farq qilsa ham muammo chiqadi. Masalan, pasportda Abdullayeva deb yozilgan, bank tizimida Abdullayeva bo'lib qolgan. Tug'ilgan sana pasportda 1955 yil 3 mart, pensiya hujjatida 1955 yil 2 mart bo'lib qolgan. Bu oddiy xatoga o'xshaydi, lekin pul to'lovi masalasida tizim ma'lumot mos emas deb turib olishi mumkin. Uchinchi masala ishonchnoma. Ko'p keksalar yura olmaydi, kasal, bankka borishi qiyin. Shuning uchun pensiyani farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma bilan oladi. Bu qonuniy yo'l, lekin ishonchnomaning muddati, mazmuni va rasmiylashtirilgan joyi juda muhim. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank yoki pochta pul bermasligi mumkin. Agar ishonchnomada aynan pensiyani olish vakolati yozilmagan bo'lsa, yana muammo chiqadi. Otam menga ishongan degan gap yetarli emas. Hujjatda aniq vakolat ko'rsatilishi kerak. Misol uchun, taktama yoshli ona yotib qolgan. Qizi 1 yil oldin notariusdan ishonchnoma olgan. Ishonchnoma innichi oyga berilgan. Qiz esa buni unutib, 10 oyda bankka boradi. Bank xodimi muddati tugagan deydi. Qiz jahli chiqadi. Axir onam tirik, men qiziman-ku. Lekin bank xodimi qoidani buzib pul bera olmaydi. Natijada vaqt ketadi. Yana notarius chaqirish kerak bo'ladi. Shifokor ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Ona gapira olmasa yoki imzo qo'ya olmasa, jarayon yanada murakkablashadi. Demak, ishonchnomani muddati tugashidan oldin yangilash kerak. 4-masala. Ortiqcha to'langan pensiya. Bu juda og'riqli mavzu. Ba'zan odamning ish staji noto'g'ri hisoblangan bo'ladi. Ayrim hujjat 2 marta kiritilgan bo'ladi. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'ladi, lekin tizimda eski ma'lumot qoladi. Natijada odam bir necha oy yoki bir necha yil davomida kerak bo'lgandan ko'proq pensiya olib kelgan bo'lishi mumkin. Keyin tekshiruv paytida bu aniqlansa, ortiqcha to'lagan summa qaytariladigan talab chiqishi ehtimoli bor. Masalan, pensionerga aslida 2100 so'm pensiya chiqishi kerak edi, lekin xatolik sabab 2.320.000 so'm to'lanib kelgan. Farq har oy 2.000 so'm. Agar bu 20 oy davom etgan bo'lsa, jami 5.000 so'm ortiqcha to'lov bo'ladi. Pensioni aytadi: "Men buni bilmaganman, davlat o'zi to'ladi-ku." Ha, inson bilmagan bo'lishi mumkin, lekin hujjatlarda ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish masalasi ko'tariladi. Shuning uchun pensiya miqdori birdan oshib ketsa yoki tushuntirishsiz ko'paysa, xursand bo'lib jim yurmasdan pensiya jamg'armasidan izoh so'rash kerak. 5-masala. Vafot etgan pensioner nomidan pul olish. Mana bu hamma qo'rqqan va eng qattiq nazorat qilinadigan holatlardan biri. Afsuski, hayotda shunday vaziyatlar bo'ladi. Pensioner vafot etadi, lekin kartasi qarindoshining qo'lida qoladi. Pensiya yana 1-2 oy tushib qolsa, kimdir baribir xarajatlarimiz bor edi deb pulni yechib oladi. Bu juda xavfli. Chunki vafot etgan kundan keyin to'lovlar qonuniy asosda qayta hisoblanadi. Agar pul noto'g'ri olingan bo'lsa, qaytarish talab qilinadi. Ayrim holatda javobgarlik ham kelib chiqishi mumkin. Agar oilada pensioner vafot etsa, eng to'g'ri yo'l hujjatlarni yashirmaslik, FDYO orqali o'lim guvohnomasini olish, pensiya jamg'armasiga xabar berish, bank kartasidan noqonuniy pul yechmaslik. Marhumning dafn puli, meros masalasi, qolgan mablag' masalasi bor bo'lsa, hammasini rasmiy yo'l bilan hal qilish kerak. Hech kim bilmaydi degan davr o'tyapti. Chunki FDYO ma'lumotlar ham elektron almashiladi. 6-masala, chet elda yashayotgan yoki uzoq muddat chet elga ketgan pensionerlar. Ayrim pensionerlar farzandlari bilan Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatda yashab turadi. Pensiya esa O'zbekistondagi kartaga tushadi. Bu yerda turli qoidalar bo'lishi mumkin. Lekin eng asosiy tamoyil shuki, pensioner tirikligi, shaxsiy ma'lumotlari, yashash holati tasdiqlanishi kerak. Ba'zi hollarda konsullik, notarial tasdiq, tiriklik haqida ma'lumotnoma yoki vakolatli idoraga murojaat talab qilinishi mumkin. Agar pensioner uzoq muddat ko'rinmasa, hujjatlarini yangilamasa, tizimda savol tug'iladi. 7-masala, ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensiyaga chiqqanidan keyin ham ishlaydi. Qorovul o'qituvchi, hamshira, ustaxona ishchisi, fermer xo'jaligida ishchi, bozor sotuvchisi. Ishlashning o'zi taqiqlangan narsa emas. Lekin daromad ish joyi, soliq va ijtimoiy to'lovlar to'g'ri ko'rsatilishi kerak. Agar inson bir joyda rasmiy ishlayotgan bo'lsa, ma'lumotlar tizimga tushadi. Ba'zi turdagi nafaqalar yoki qo'shimcha to'lovlar ish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin.
Shuning uchun men ishlayotganimni hech kim bilmaydi deb o'ylamaslik kerak. Muhimi, hammasi qonuniy va ochiq bo'lsin. Endi men eng ko'p uchraydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, nozik pensiya kechiksa, darrov bekor qilishdi deb o'ylaman. Ba'zan texnik sabab bo'ladi. Bankda to'lov kuni suriladi. Bayram yoki dam olish kunlari ta'sir qiladi. Karta muddati tugagan bo'ladi. Pin kod bloklangan bo'ladi. Masalan, karta 2024 yil noyabrgacha amal qilgan. Odam esa kartaning oldidagi sanaga e'tibor bermagan. Pensiya tushgan bo'lishi mumkin, lekin karta orqali ishlatish imkoni bo'lmaydi. Bunda pensiya jamg'armasini ayblashdan oldin bankka boring, karta holatini tekshirtiring. Ikkinchi nozik jihat, SMS xabar kelmasa ham pul tushgan bo'lishi mumkin. Ba'zan telefon raqami o'zgargan, SMS xizmati o'chgan, balansda xizmat haqi uchun pul bo'lmagan yoki karta boshqa raqamga ulangan bo'ladi. Pensioner pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan, lekin xabar kelmagan. Shuning uchun bank mobil ilovasini ishlatadigan farzand bo'lsa, u ilovani ko'rsatsin, lekin parolni o'zida yashirib olmasin. Pensionerning o'zi ham kamida bankdan ko'chirma olishni bilishi kerak. Uchinchi nozik jihat, bank xodimi, pensiya jamg'armasi xodimi yoki mahalla nomidan qo'ng'iroq qilgan firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Oxirgi paytlarda pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun karta raqamingizni ayting, SMS kodini yuboring. 11 noyabrdan yangi ro'yxatga kiritamiz deb aldovlar ko'payadi. Men qat'iy aytaman, hech qachon telefon orqali SMS kodini, karta pin kodini, to'liq karta ma'lumotini, pasport rasmini notanish odamga yubormang. Haqiqiy idora xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va o'zingiz bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. 4-nozik jihat, mahalladagi odam aytdi yoki Telegramda yozishibdi degan gap rasmiy hujjat emas. Pensionerlar orasida vahima tez tarqaladi. Kimdir endi hamma pensioner bankka borish shart ekan. Kimdir hammadan pul qaytarib olinar ekan, kimdir pensiya faqat ID karta bilan berilar ekan deb gap tarqatadi. Har bir xabarni tekshirish kerak. Rasmiy manba. Pensiya jamg'armasi bank yagona interaktiv davlat xizmatlar portali mahalla mas'ullari, notarius, FDIO, soliq yoki migratsiya idoralari, lekin og'zaki mish-mish bilan qaror qabul qilmang. 5-nozik jihat. Pensionerning huquqlari ham bor. Agar sizga pensiyangiz to'xtatildi deyishsa, sababini yozma ravishda so'rang. Agar ortiqcha to'lov bor deyishsa, hisob kitobni talab qiling. Qaysi oyda qancha to'langan? Aslida qancha bo'lish kerak edi? Farq qanday chiqqan? Agar hujjatda xato bo'lsa, uni tuzatish tartibini so'rang. Agar xodim qo'pol muomala qilsa, yuqori tashkilotga murojaat qilish huquqingiz bor. Pensioner men qari odamman, hech narsani tushunmayman deb jim turmasligi kerak edi. Farzandlari ham ota-onasining huquqini himoya qilishi kerak. 6-nozik jihat, manzil o'zgarishi. Ko'p odam bir tumanda ro'yxatda turadi, lekin boshqa tumanda yashaydi. Masalan, ona Buxoroda ro'yxatda, lekin Toshkentda qizining uyida yashayapti. Pensiya kartaga tushsa muammo sezilmasligi mumkin. Lekin ayrim ijtimoiy yordamlar, qo'shimcha nafaqalar, mahalla orqali beriladigan yordamlar, tibbiy xizmat yoki parvarish masalalarida yashash manzili muhim bo'ladi. Shuning uchun uzoq muddat boshqa joyda yashasangiz, ro'yxat va amaldagi manzil masalasini aniqlashtirib qo'ying. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilyaptimi? Ism, familiya to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana bir xilmi? JSHR raqami hujjatlarda mosmi? Agar eski pasport bo'lsa yoki yaroqlilik muddati tugayotgan bo'lsa, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qiling. Hujjatni oxirgi kunga qoldirmang. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachongacha? SMS xabar ulanganmi? Telefon raqamingiz o'zingiznikimi? Karta yo'qolmaganmi? Pin kodni kim biladi? Agar kartani farzandingiz ishlatayotgan bo'lsa, bugunoq bankdan ko'chirma olib ko'ring. Berilmagan, men farzandlarga ham aytaman. Ota-onangizning kartasini ishlatishingiz kerak bo'lsa, hammasini ochiq qiling. Har oy qancha pul tushdi, qancha yechildi, nimaga ishlatildi, tushuntiring. Bu ishonchni saqlaydi va kelajakdagi janjalning oldini oladi. 3-qadam, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlaringizni aniqlashtiring. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki ishonch telefoni orqali so'rang. Pensiya turi, miqdori, qo'shimcha to'lovlar, imtiyozlar, qayta hisoblash imkoniyati, hujjatlarda kamchilik bor yo'qligi. Borganingizda
pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, mehnat daftarchasi nusxasi, nogironlik hujjati bo'lsa, shuni olib boring. Agar sizning pensiyangiz miqdori tushunarsiz bo'lsa, yozma izoh so'rang. 4-qadam ishonchnomani tartibga keltiring. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, notarius orqali ishonchnoma rasmiylashtiring. Ishonchnomada aynan nimalarga ruxsat berilayotgani yozilsin. Pensiya olish, bankdan pul yechish, ma'lumotnoma olish, ariza berish, hujjat topshirish muddati aniq bo'lsin. Agar pensioner yotgan bo'lsa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatini so'rang. Lekin hech qachon og'zaki kelishdik deb yuravermang. 5-qadam shubhali ortiqcha to'lovni tekshiring. Agar pensiyangiz bir oyda birdan 500 ming so'mga oshib qolsa yoki 2 marta pul tushsa, darhol bank ko'chirmasini oling va pensiya jamg'armasidan sababini so'rang. Bu pul keyin qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Pulni darrov sarflab yubormang. Ayniqsa bu bonus bo'lsa kerak. Davlat bayramga berdi, shekilli deb o'ylamang. Har bir to'lovning asosi bo'lishi kerak. 6-qadam, oilada pensioner vafot etsa, qonuniy yo'l tuting. O'lim guvohnomasini oling, tegishli idoralarga xabar bering. Kartadan pul yechishga shoshilmang. Agar dafn puli yoki boshqa to'lovlar bo'lsa, rasmiy tartibni so'rang. Marhum nomidan keyin tushgan pulni ishlatish katta muammo keltirishi mumkin. Farzandlar bir-biri bilan kelishmay qolmasligi uchun hammasini hujjat bilan qiling. 7-qadam firibgarlardan himoyalaning. Telefoningizga qo'ng'iroq qilib, pensiya qayta ro'yxatdan o'tyapti, SMS kod ayting desa, darhol aloqani uzing. Telegramda kelgan havolaga bosmang. Karta blokdan chiqaramiz degan notanish odamga ishonmang. Bank kartangizning orqa tarafidagi CVV kodni hech kimga aytmang. Agar pensioner internetni yaxshi bilmasa, farzandlari telefoniga xavfsizlikni o'rnatib bersin, begona ilovalarni yuklab bermasin, bank xabarlarini nazorat qilsin. 8-qadam, barcha hujjatlarning nusxasini tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya hujjatlari, bank rekvizitlari, mehnat daftarchasi, nogironlik ma'lumotnomasi, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa, tegishli guvohnomalar, ishonchnoma nusxasi alohida papkada tursin. Ko'p pensionerlar hojat so'ralganda sandiqdan, eski sumkadan, qarindoshning uyidan qidiradi. Bu vaqt va asabni oladi. Tartibli papka muammoni yarmiga kamaytiradi. 9-qadam, agar pensiya to'xtasa yoki kechiksa, tartib bilan harakat qiling. Avval bankka boring. Pul tushganmi, karta ishlayaptimi, blok bormi, rekvizit o'zgarganmi? Keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. To'lov yuborilganmi, hujjatda kamchilik bormi? Agar og'zaki javob qoniqtirmasa, yozma ariza bering. Arizada ism, familiya, pasport ma'lumotlari, telefon raqami, manzil, muammo mazmuni va talabingizni aniq yozing. Pensiya to'lovi nima sababdan kechikayotganini tushuntirib berishingizni so'rayman. Yoki pensiya miqdori bo'yicha yozma hisob-kitob berishingizni so'rayman. Arizadan nusxa olib, qabul qilingan sanani belgilatib qo'ying. 10-qadam, farzandlar ota-onasini yolg'iz qoldirmasin. Men ko'p ko'rganman. Pensioner bankka boradi, navbatda turadi, nima so'rashni bilmaydi. Xodim nima deganini tushunmaydi. Keyin uyga kelib, pensiyamni olib qo'yishar ekan deb vahimaga tushadi. Agar imkon bo'lsa, ota-onangiz bilan birga boring. Lekin ularning o'rniga hamma narsani yashirin hal qilmang. Ota-onangiz ham bilsin, qaysi karta, qaysi bank, qancha pensiya, qaysi hujjat kerak. Demak, 2 noyabrdan keyingi asosiy mazmun shuki, pensionerlar uchun eng muhim narsa hujjatlarning to'g'riligi, bank kartasining xavfsizligi, ishonchnomaning qonuniyligi, ma'lumotlarning mosligi va har bir to'lovning asosli bo'lishidir. Hujjatlari joyida, pensiyasini o'zi yoki qonuniy vakil orqali olayotgan, kartasini nazorat qilayotgan odam vahimaga tushmasin. Lekin kartam bo'lamda. Pasportim eski. Ishonchnoma muddati qachon tugaganini bilmayman. Pensiya nega oshganini so'ramaganman. Marhum nomidan pul tushsa olib turamiz degan holatlar bo'lsa, bu gunoh tartibga keltiring. Men sizga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Qo'rqmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Pensiya bu ko'p oilalar uchun yagona barqaror daromad. Uni himoya qilish kerak. Bir kunlik e'tiborsizlik bir necha oylik yugur-yugurga aylanishi mumkin. Hujjatni tekshirishga yarim kun ketadi. Lekin muammo chiqqandan keyin uni tuzatishga haftalar ketishi mumkin. Sizning hududingizda pensiya to'lovi bilan bog'liq qanday o'zgarish yoki muammo bo'lyapti? Pensiya kechikdimi, karta bloklandimi, ishonchnoma so'rashdimi, ortiqcha to'lov haqida xabar keldimi? Izohlarda yozing.
Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Agar bu ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Videoni pensioner ota-onangizga, qarindoshlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ogohlantirishni vaqtida eshitgan odam o'z pensiyasini, huquqini va tinchligini saqlab qoladi.